Navbatdagi fayzli xonadonimizga Portage kompaniyasini 330 avtomatikasini o'rnatib berdik. Avtomatikamiz 5 shumli avtomatika, 24 volt ishlaydi. Stroyniy akkumulyatori bor. Ochayotganda 5 shumli ochiladi. Mana ochilishi plavniy ochilyapti. Bu skoroslarni boshqarish imkoniyati bor. Xohlasanglar plata orqali skorosini regulovka qilishimiz mumkin. Xohlasanglar o'zingizga o'rgatib, telefon orqali skoroslarni boshqarish imkoniyati bor. Telefondan siz istalgan skorosingizga qo'yib qo'ya olasiz. Necha skorosni ochish, yopishini o'zingiz hal qila olasiz. Rejim препятствияsi bor. Rejim препятствияsi ochayotganda ham, yopayotganda ham nimadirga tegsa, to'xtaydi, hech narsani buzib, sindirib tashamaydi. Agar bilmagan holda qulupini quplab qo'yib bosib yorsangiz, pavuqini quplab bosib yorsa, darvozani sindirib yormaydi. Stop komanda beradi. Bu rejim kalitkasi bor. Rejim kalitkasi nimadir uyga olib kirayotganingizda kalitkani ochishga neudobniy bo'lgan payt pultni bosib yorasiz. Bemalol bitta tabaqasi 45 gradus ochadi, kirib ketaverasiz. Avtozakritiyasi, avtootkritiyasi bor. Bluetooth, udalenniy dostupi bor. Bluetooth'ni mashinaga bog'lab qo'ysa, avtomatik распознавание qilib darvozani ochadi. Yoniga kelganingizda avtomatik ochib yoradi. Siz o'tib ketursangiz ham bo'ladi. Avtomatikani telefonga ulangandan keyin Bluetooth orqali udalenniy dostup Wi-Fi podключение bo'lganda dunyoning istalgan mamlakatlaridan darvozani ochish, yopish imkoniyati bor. Kimga shunaqa avtomatikalar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishimiz mumkin. Donaga ham, optimga ham bor. Toshkentdagi ustalarga realizatsiyaga ham berishimiz mumkin avtomatikani. Kimga qanaqa kolичество kerak bo'lsa bor.